Mashhur tarixshunos Albert O'Rtayli Sultan Abdulhamid Han haqida shundoq deydi. Sultan Abdulhamidni tushunish 21-asrni tushunish demak. Tarix uni ilgari rahimsizlarcha tanqid qilganlarga, keyin pushaymon qilganlarga, uning qimmatini kechikib tushunganlarga, hatto iqror deb yozganlarga shohid bo'ldi. Sultan Abdulhamid 1876-yili 31-avgust saltanatga o'ltirdi. Bu vaqtda u o'zini o't chambarki orasida topdi. Ruslar Qrim va Kavkazni, fransuzlar Aljeriyani ishg'ol ostiga olgan. Serbiya, Ruminiya va Yunoniston xilofatdan ayrilib, mustaqil bo'lganligini e'lon qilgaydi. Davlat ichida g'arbparast yangi kuchlar bosh ko'targan bo'lib, davlatda asosiy qonun turg'izishni qo'llaydigan ko'z qarashlar kuchaydi. Hatto xilofatni jumhuriyatga o'zgartirish fikri talash-tartish qilinmoqda edi. 1854-yili Qrim urushi mezgilida e'lingan tunji chet el qarzidan buyon davlat og'ir darajada qarzga bitib, iqtisodiy krizisga yo'l qo'ydi. Hatto davlat qarzi 252 million tillaga yetgan edi. Hozirgi kunimizda taxminan 100 milliard funt sterlingga yetdi. Sultan iqtisodni taraqqiy qildirish uchun aql siyosatlarni yurgizib, 30 yil ichida bu qarzlarni 10 azaytdi va 30 million tillaga tushirgandi. Sultan Abdulhamid bu holatni xotirasiga mundaq yozgaydi. Xazina qarziga patgan edi. Har narsani Yevropadan kirgizatdik. Davlatda bor bo'lgan bir qancha zavodlarmi ishdan to'xtash oldida edi. Yo'l yo'qdi. Ishning ko'pinchisi musulmon bo'lmaganlarning qo'lida edi. Yevropadagi elchilarimiz ichida shunda xizmatchilar bor ediki, Yunoniston uchun xizmat qilishni Osmoniy xilofatiga xizmat qilishdan ustun ko'ratdi. Bir narsa bor edi. U bo'lsa-mo yolg'izlik. Do'st yo'q, faqat dushman bor edi. Aslida Sultan Abdulhamid Xonning taxtga chiqishi hech kutilmagan bir ish edi. Dadasining vafot bo'lgandan keyin tog'asi Abdulaziz taxtga chiqqan bo'lib, bu vaqtda inglizlar xoin vakolatchilari vasitasi bilan maxfiy holda davlat ishlariga aralashishga boshlagan edi. Sultan Abdulaziz bo'lsa, buni sezib qolibdi. Bu yüzden Angliya Sultan Abdulaziz'ni taxtdan og'dirish uchun harakat etdi va bir kechada uyushtirgan hujumda o'ldirdi. Bu vaqtda Murod Bash taxtga chiqdi, lekin 3 oydan keyin aqldan adashib, saltanatni oyoqlashdi. Bu vaqtda Angliyaga setilgan xoin bosh vazir Mithat Pasha bor edi. U Abdulhamid Xonning qanday odam ekanligini bilsa-mo, bo'sh qolgan taxtga muvofiq birini qo'yish uchun Sultan Abdulhamid Xonni taxtga o'ltirishga majbur bo'ldi va taxtga chiqqandan keyin asosiy qonunni yurgizishga qo'shildi. Sultan Abdulhamid ham siyosatni bu yerdan boshladi va Mithat Pashaga yiqilishdi. Va bergan va'dasiga ko'ra 1876-yili 12-oyning 23-kuni u tunji Osmonli asosiy qonuni asosini e'lon qildi. Saylam qilingandan keyin 1877-yili 19-mart tunji majlis ichildi. Saylangan vakillarning ko'pchiligi musulmon bo'lmagan oz sonliq millat vakillaridan tashkil qilindi. Saylangan 115 vakilning 69i turk, arab, kurd musulmonlardan. Qolganlari musulmon bo'lmagan Yahudi, Armani, Rum qatorliqlardan tashkil qildi. Aslida bu Fransiya Angliyaning kutgani edi. Ular bu majlis orqali majlis ichidagi musulmon bo'lmagan vakolatchilar orqali xilofatning ishlariga qo'l tiqishga qulaylik yaratiladi. Musulmon bo'lmagan har bir guruhning orqasida bir Yevropa davlati bo'lib, ularning yordami bilan o'zlarining etnik guruhlarining mustaqil bo'lish qarorini chiqarish uchun harakat qilyotdi. Shuning bilan sulton bilan majlisning davlatni birlikda boshqarish asosiy qonuniga tayangan davr boshlandi. Lekin sulton 1 yil 5 oy davlat ishlariga hech aralashtirilmadi. Davlatning bosh vaziri Mithat Pasha va hukumatni idora qildi. Bu vaqtda o'tkazilgan xato siyosatlar tufayli 1877-yildagi Osmoniylar va Rus urushida Osmoniylar xilofati tarixdagi eng sart mag'lubiyatga uchirdi. Ruslar hatto Istanbulgacha yetib keldi. Balqon rayonlari asosan qo'ldan ketgan edi. Ayas Difuning shartnomasi bilan urush oyoqlashdi. Buning bilan Sultan Abdulhamid Xon 1878-yili 2-oyning 13-kunda bundaq bir majlisdan bir-birlik chiqmaydi deb majlisni amaldan qoldirdi va boshqaruvni yolg'iz o'z ustiga oldi. Dil bu vaqtda uning siyosiy parasti namoyon bo'ldi. Angliya podshohi Viktoriya bilan ko'rishdi va Ruslarning Oq dengizga, ya'ni Issiq dengizga o'tmoqchi ekanligini
va Angliya kontrolidagi rayonlarni qo'lga kirgizganligini aytdi. Buning bir jiddiy ish ekanligini tushungan Angliya podshohi ruslarga Ayas Stefanos shartnomasini amalda qoldirilishi kerakligi va yangidan bir kelishim hosil qilish kerakligi to'g'risida besim qildi. Buning natijasida ruslar xilofatga uyushtirgan tajovuzlari ojizlashdi va Balqon rayonining boshqarilishi ba'zi shartlar orqasidan qaytadan Osmoniy xilofatiga qaytarildi. Sulton Abdulhamid xonni Ulug' Xoqon deb atashning sababidan biri bu edi. Sulton Abdulhamid davlatni asosiy qonun bilan emas, balki islom qonuniga tayangan boshqaruv bilan bu nachar holatdan qutulg'ili bo'lganligini tushunatdi. Bu ahvoldan bearam bo'lgan Angliya Murad Bashni sulton va Mithat Pashani qaytadan buyuk vazir qilish uchun tarixda Jiran qo'zg'oloni deb atalgan siyosiy o'zgarish qilib mag'lub bo'ldi. Bu harakatdan keyin Sulton Abdulhamid xon maxfiy tashkilot qurib, hukumatni texmo uchun boshqarishga majbur bo'ldi. U Osmonli tarixida tunji qitim atrofliq soqchi va axborot tashkiloti qurdi. Uning ismi Yildiz axborot organi edi. Haqiqatan Yildiz istixborot tashkiloti bak yaxshi unum berdi. Ba'zi Yevropada, ba'zi Amerikada, ba'zi Osiyoda har yerda Abdulhamid xonning vakolatchilari bor edi. Tashkilot har oyda 3000 dak maktub avatdi. Sulton bularni bir-birlab ko'rib, imzo qo'yatdi va tashqi siyosatlarni buning binoan yurgizatdi. Buning bilan mustabidlik davri deb tuhmat qilingan davr boshlandi. Bu davr Sulton Abdulhamid erkinlikni cheklab, mustabidlik bilan davlatni boshqargan deb ayblandi. Bularning ichida g'arb ideyasida zararlangan yozuvchi, olim, qo'mondonlar bor edi. Sulton Abdulhamidni Qizil Sulton deb atash tashabbusini Albert Vandan ismli fransiyalik yozuvchi o'tirib qo'ydi. Sababi Armeniyalar isyonini bostirish bo'ldi. Boshda Angliya va fransuzlar sulton uchun tashviqot hujum qo'zg'adi. Ichki tarafdan bo'lsa, muxoliflar qon to'kuvchi Qizil Sulton laqabini qo'llanishdan yanmadi. Albuki Sulton Abdulhamid xon 33 yillik saltanat hayotida o'lim jazosi uchun faqat 5 qitim imzo qo'ygan, qolganlarni surgun va turma jazosiga hukm qilgan, hatto o'zini bomba bilan xaslashga uringan Armeniy suiqasdchiga kangchilik qilgan rahimdil bir kishi edi. Sulton Abdulhamid aslimlarda. Ular meni amoqqa sanaydi. Xayr, lekin men unchalik g'ofil emasman. Xilofat asrlarcha urush oldida turib, davlat xaroblashgan, o'qitish taraqqiyot orqada qolgaydi. Sulton 30 yil xilofatni urushdan saqlab, cho'ng davlatlar o'rtasidagi raqobatdan foydalanib, unumli diplomatiyasi va tangpunlik siyosati bilan qiyin yillarda davlatni saqlab qoldi. Xilofatni gullantirishga tirishdi. Bu davrda maktablar, ko'riklar, yo'llar, doktorxonalar yasaldi. Osmoniy xilofat davridagi eng ko'p maktab bu davrda ichildi. O'qitish yuqori unumga erishdi. Temir yo'l, telegraf ishlari rivojlandi. Osmoniylar davlatiga g'arbliklar ko'plab kelish natijasida ayollar hijobdan uzoqlashishga boshladi. Buningdan xabar topgan sulton ayollar ko'chaga yuzi ochiq chiqishga cheklamalar qo'yib, yuzi ochiq ayollarga qattiq jariman qo'ydi va bularni nazorat qilish uchun maxsus xodimlar o'rnashtirdi. Sulton Abdulhamid davrida siyosiy jang nihoyat avjga chiqqan bo'lib, Osmoniy xilofatiga qarshi birlashgan Yevropaliklarni Allohning yordami bilan, ondan zerakligi va parasti bilan ularni bir-biriga dushman qilib tashlaydi. Buni ko'rib turgan Yahudiylar bu kishi o'lmay turib, ko'ksimizga shamol tegmaydi deyishatdi. Germaniyani kuchli imperiyaga aylantirishda muhim rol o'ynagan va Germaniya tunji bosh ministri Bismarck shundoq deydi. Dunyoda 100 gram aql bo'lsa, buning 90'i Abdulhamid xonda, 5'i menda, qolganlari bo'lsa boshqa siyosiyonlarda. Dunyo Yahudiylar tashkilotining rahbari Theodor Herzl Osmoniylar xilofatining barliq tashqi qarzini to'lash badaliga Falastin zaminini berishni talab qilganda, Falastin zamini meningki yoki Osmoniylarning deb kim aytdi sizlarga? Bu zamin avlodlarimizning va butun musulmonlarning zaminidir. Jinim qo'lida bo'lgan zot bilan qasam qilamanki, hayot ekanman, Falastin zaminida senlarga o'rin yo'q. Bu zamin qon bilan ilingan, qon bilan berildi deb Yahudiylarni qo'llab chiqargaydi. Armeniyalarning mustaqil qilinishi masalasida bosh qotirayotgan Yevropa buningga eng chong to'salg'i bo'ldig'ini Sulton Abdulhamid xon ekanligini tushunatdi.
u Yahudi va Armeniyalarning talabini rad qilgan edi. Osmoniy xilofatining musulmonlar zaminini xristianlardan qo'g'dab turgan birdan-bir kuch ekanligi oshkor holda, xalifa sifatida islom o'lkalaridagi kuchni siyosiy maqsadlar uchun ishlatishga qodir bo'lganligini ko'rgan inglizlar Abdulhamid Xonning taxtda o'ltirishi Angliya uchun xatar deb bildi va musulmonlarni birlashtirib turgan xalifalikni yo'qotish uchun harakatga o'tdi. 1909 yili 3-oyning 31-kuni Angliya axborot idorasi tarafidan uyushtirilgan Satqin ittifoq va taraqqiyot partiyasi tarafidan elib berilgan qo'zg'olon ko'tarildi. Buningdan keyin Sulton Abdulhamid 1909 yili 27 aprel taxtdan majburiy tushirildi. Hatto İstanbulda qilish ham shaklimga uchrab, Selaniyaga chiqarib o'tildi. 3 yil u yerda Alaaddin saroyida qoldi. Hatto gazet ko'rishimi cheklandi. Keyin 1912 yili İstanbuldagi Beylerbek saroyida nazorat ostida yashadi. Abdulhamid Xonning taxtdan yiroqlashtirilishi, siyosatlarning amaldan qoldirilishi, xilofatning oxirlashishi bilan natijalandi. 1914 yili Birinchi Dunyo urushi portlaganida sulton shundoq degan edi. 40 yil cho'ng davlatlarning bir-biri bilan urushishini kutdim. Va buni Osmoniylar xilofatining qaytadan o'rnidan turishining fursati deb biletdim. Ammo afsus, shu kun kelganda men taxtdan ayrildim deb ichim qaydi. O davlatni 33 yil aql va bilim bilan boshqarganligi taxtdan tushgandan keyin texmi yaxshi tushunildi. O keyingi hukumatga qoldirgan davlatning ko'lami Adriatikdan Paris qo'ltig'igacha, Qora dengizdan Afrika qumliqigacha taxminan 5 million kvadrat kilometrga yetadi. Sultan Abdulhamid II Osmoniy imperiyasining echinishli oxirlashganligini ko'rmay 1918 yili 10 fevral olamdan o'tdi. Sultan Abdulhamidning hukmronligiga qarshi isyon ko'targan va erkinlik qahramoni deb jakarlangan Anvar Pasha 1918 yili 11-oyning 1-kuni kechda Mondros urush to'xtatish kelishimidan keyin Germaniya suvosti paraxoti bilan chegaradan ayrilganda Semal Pashaga aytganlari amaliyotda hammani isbotlaydi. Turan qurmoqchi edik, vayron bo'ldik. Bizning eng cho'ng xatoligimiz Sulton Abdulhamid Xonni tushunmaslik. Est Pasham esit. Siyonistlarni o'yiniga dasturdik va xiyonat qildik. Shundoq. Islom tarixiga qaraydigan bo'lsak, ba'zida islom himoyachilari bo'lgan qahramonlarimizning shu davrdagi satqin, nodon, xiyonatchi kishilarning tashqi dushmanlar bilan birlashib, ularga qilgan ziyonkashliklarni uchirtimiz. Va musulmonlarning nimaga bugünkidek alga tushib qolganligini yakunlaymiz. Mana bugungi bu davrimizdami buning shakllari ro'shan ko'rinib turibdi. Kimdir Abdulhamid Xonning varisi sifatida islom uchun kurash qilmoqda. Kimdir g'arbparast satqunlarning rolida xiyonatini oshkor qilmoqda.